Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet'imin. Men bugun sizlarga maska to'g'risida ozroq so'zlab bermoqchi. Ko'pincha bizning xabar olgandagidek Amerika va Yevropada yaqindan beri shu maska taqashga bo'lgan ko'z qarashda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Hozir hamda maska taqaydiganlarmi kundan kunga ko'payyotidi. Afsus, bozorda yetarlik maska bo'lmaganligi uchun nurg'un qarindoshlar o'zlari maska yasab taqashga majbur bo'lyotidi. Men bu to'g'risida hamda qandaq maskaniki bizni qo'g'dashda qanchalik rol o'ynay oladiganligi to'g'risida bugun ba'zi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning ko'ngil qo'yib anglashinglarni umid qilaman. Men tövəndə rəsmi temaga kelishdən burun ba'zi savatlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bizningki maska taqishimizdan maqsad shu havodagi mayli virus olamdı, bakteriya olamdı va yoki boshqa ziyonli moddalarni maska orqali suzib qilib, sap havoni o'pkamizga nafaslanib kirgizib, o'zimizningki salomatligiga kafolat qilishdan iborat. Biz normalda 100 mikrometrdan cho'ngdagi narsalarni ko'ra olamiz. 100 mikrometrdan kichik bo'lgan vaqtida ko'ramasligimiz mumkin. Endi bu mikrometr degan qanchalik cho'nglikdagi narsa degan vaqtida ba'zilarimizningki buningga balkim aniq bir qarshi bo'lmasligi mumkin. 1 millimetr deganimiz 1000 mikrometr bo'ladi. Ya'ni 1 millimetr degani 1 metrning 1000dan biri, andan keyin 1 mikrometr deganimiz 1 millimetrninki 1000dan biri. Undan kichik birlik nima deganda nanometr, u 1 mikrometr 1000 nanometr bo'ladi. Hamda virusning cho'ngligi 0,1 mikrometr yoki 100 nanometr. Hamda biz kiyim qilib kiyayotgan ko'pincha raxlarninki to'shiga biz ko'ramaganimiz bilan uningda cho'qim to'shik bor. Bu to'shik taxminan 20 mikrometr atrofida. Ya'ni men dastlab deb o'tgandagidek biz 100 mikrometrdan cho'nglik narsani ko'ra olamiz, uningdan kichik narsani ko'ramasligimiz mumkin. Shunga biz ko'rayotgan raxlarda, ko'pincha raxlarda garchi to'shik yo'qdek bilinsimi, lekin uningki to'shiki 20 mikrometr atrofida. Andan keyin ba'zilarimiz balkim uyda qahva qaynatib ichimiz, uningga ishlatadigan suzgich, ya'ni filtr, qahvaning filtrisininki to'shkimi 20 mikrometr atrofida. Bularni so'zlashimdan maqsad endi nima shu virusni suzib qola oladi, to'sib qola oladi, nima to'sib qola olmaydi deganni tushuntirmoqchi. Endi qayta ta'kidlasam, virusninki cho'ngligi odatda shu 100 nanometr, eng kichiklarininki 30-40 nanometr, eng cho'nglarininki 300 nanometr. Endi shu biz hozir eng ko'ngil bo'layotgan koronavirus, ya'ni Xitoydan tarqalgan bu koronavirusninki cho'ngligi 100 nanometr atrofida deb qaraldi. Ya'ni 100 dan 120 nanometr atrofida. Shunga bu maska to'g'risida so'zlashdan burun bularni bir eskartib o'tishni to'g'ri ko'rdim. Bu rasm bizningki shu mikrometr va nanometr degan uqumga bo'lgan tushunchamizni yaxshilashga foydasi bor deb bu yerda sizlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Endi bu rasmdagi o'ng tarafdagi ko'rsatilgan eng cho'ng shu sharcha bu PM10 deb atiladigan bo'lib, bu ig'ir darajada bulg'angan havoning tarkibida bo'ladigan ushaq donchilar. Bu ninki cho'ngligi 10 mikrometr. Shunga odatda bizningki ko'zimizga ko'rinmaydi. Biroq buni nafaslangan vaqtimizda o'pkaga alayda zaxma keltiradigan modda, bu havosi
eng ig'ir bulg'angan sharoitda bo'ladi. Hamda Xitoyninki ba'zi shaharlarda ba'zida havoda mushunchilik cho'nglikdagi shu moddalar ko'payib ketganligi uchun Xitoylar maska taqash orqali o'zininki salomatligini qo'g'dashga majbur bo'lgan. Bu xil ahvol odatda bak ko'p ko'rilmasimi, lekin havo ig'ir darajada bulg'angan ba'zi yerlarda ko'rinib kelmoqda. Buni biz shu havo rayonidagi ya'ni havoni bulg'anish nimasida o'lchaydigan PM10 degan cho'nglikdagi moddalarninki shakli. Ikkinchisi shu o'ng tarafdan ikkinchisi qizil ranglikisi bizning badanimizdagi qizil qon hujayrasi bo'lib, uning cho'ngligi taxminan 7 mikrometr atrofida. Üçüncüsü olsa, şu havanın bulğunuşda en köp uçuraydıgan uşak dançılar, bunu PM2,5 dep atayımız. Yani bununki çoğunluğu 2,5 mikrometre. Bu mu şu o'rta va uningdan yuqori darajalik havoning bulg'unishida ko'p uchraydigan ziyonliq moddalar havoda bo'ladigan. Uning yenidagi yana to'rtinchisi, mush o'ng tarafdan to'rtinchisi bakteriya bo'lib, uning cho'ngligi 0,5 mikrometr yoki 500 nanometr bu bakteriyaning cho'ngligi. Andan keyin sol tarafdan ikkinchisi yana sariq ranglik virus deb ko'rsatganim, shu virusninki cho'ng kichigiligi bo'lib, bu taxminan 0,1 mikrometr yoki 100 nanometr. Eng sol tarafdagi kichik chekitning o'zi 0,07 mikrometr cho'nglikdagi ushshaq modda bo'lib, bu havoda eng ko'p uchraydi. Havo yengil holda bulg'angan vaqtida mushu moddalarning miqdori ko'paydigan gap. Buning cho'ngligi ya'ni 0,07 mikrometr yoki 7 nanometr. Ya'ni virusdan kichik bu havoda eng ko'p uchraydigan modda bo'lib, normalda odatdagi maskalarninki ko'pinchisi bularni to'sib qolmaydi. Hamda bu rasmni ko'rsatishim, bu cho'ng kichiklik narsalarni tushuntirishimning asosli maqsad, hamda maska bizni qanchalik qo'g'day oladi, nimadan qo'g'danish uchun qandaq maska taqishimiz kerak degan vaqtida bularni bilish nihoyatda muhim. Shunga bu uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashib o'tdim. Bu resimde ko'rsatilgani yaqinda Yevropadagi bir qism tadqiqotchilarning ilib borgan tadqiqotiniki natijasi bo'lib, resimde ko'rganimizdagidek odam nafaslangan vaqtida, ya'ni hosirgan vaqtida odamning ig'izidan nurg'unlagan shu ushshaq donchilar, yani şölgey tamçıları çıkıdığan gap nefeslenişimizge ergişip, bununki çoğunluğu, yani şu biz gakıga vaqtimizda, ötelge vaqtida, tushkurga vaqtimizda ig'izimizdan chachirab chiqadigan şu şölgey tamçılarının en çoğunluğu 200 mikrometr bo'lib, buni qizil rang bilan ifodalangan. Andan keyin kichigi 40 mikrometr bo'lib, buni ko'k rang bilan ifodalangan. Hamda ko'rayotganimizdagidek 200 mikrometrlik shu sho'lgay donchilari, ig'izimizdan chiqqan sho'lgay donchilari bu nayt cho'ng bo'lganligi uchun ko'pinchisi shu o'zimizningki oldidagi jismlar ustiga qo'nishi mumkin. Ya'ni ya o'zimizning kiyim-kechaklarimizga yoki bo'lmasa oyoqlarimizga, shu oldimizga qo'nishi mumkin. Bu ninki cho'ng kichikligi cho'ng bo'lganligi uchun havoda uzun laylab turolmay, eng yaqin atrofimizdagi jismlar ustiga qo'nadi. Bu rasmda ko'rsatilgandagidek bizningki shu oldimiz qo'ngan. Andan keyin eng kichigi yeshilisi o'tiral oldiki, ya'ni 100 mikrometr yoki bo'lmasa undan kichik cho'nglikdagilar bo'lib, bu ko'zimiz bilan ko'rash bilan ko'rmaslikning oraliqidagilar, ular
atrofimizga qo'ngan uning qo'nish surati qizil ranglikidan sal osti bo'lgan anadan keyin eng kichiki ko'k ranglik bo'lib bularninki cho'ngligi 40 mikrometr atrofida bo'lib bular havoda turish vaqti laylab turish vaqti biroz uzun bo'lgan uninki keyinda qoltiradigan orliqimi hali uzun bo'lgan buning orqali nima tushundirmoqchi degan vaqtida mushu odam yo'talgan vaqtida, gap qilgan vaqtida yoki bo'lmasa tush ko'rgan vaqtida ig'izdan chiqqan mushu sho'lgay donchilarda balkim virus bo'lishi mumkin. U donchilarninki cho'ng kichikligiga asosan u donchilarninki bizdan ayrilgandan keyin baralaydigan musofisninki uzun qisqaligi shu orqali insonlar orasida musof saqlagan vaqtida qanchalik musof saqlashninki eng muvofiq bo'lganligi ko'rsatilgan. Bu tadqiqot natijasida mushu harakat qilayotgan odamlarning orasidagi musofaninki 1-2 metr bo'lishi yetarli emasligi, kam deganda 6 metr atrofida bo'lishi, bular tiz yugagan odamlarninki orliqi 20 metr atrofida o'zaro 20 metr saqlanib qolishniki nihoyat muhim ekanligi uqtirilgan. Ya'ni jim turgan odamlar orasidagi orliq garchi 1-2 metr bo'lsa-mu, lekin harakat qilayotgan odamlarninki o'zaro orliqininki 1-2 metr bo'lsa yetarli emasligi, ya'ni ularninki orliqininki harakat qilayotgan tezligiga asosan belgilik uzartishning kerakligi o'tirib qo'yilgan. Yuqorida men deb o'tgandagidek 6 metr bilan 20 metr orliqida. Endi buni shaharlarda yashayotgan nurg'un qarindoshlar qilamasligi mumkin. Qilamagan vaqtida qanday qilish kerak degan vaqtida amal bor, o'zimizni qo'g'daydigan ba'zi amil nima vositalarni qo'llanishimiz kerak. Eng muhimi yana bu yuqumlanish ehtimoli bo'lgan shu kishilar, ya'ni atrofga virus tarqatish ehtimoli bo'lgan kishilar cho'qim maska taqishi kerak. Agar bular maska taqmagan vaqtida, ular tush ko'rgan vaqtda, yo'talgan vaqtida shu badanidan chiqqan viruslarni atrofga tarqatishi, muhitni bulg'ishi mumkin. Bu rasmda ko'rsatilgan bu tadqiqotning natijasi asosligi mushuni ifodalamoqchi. Bu rasmda ko'rsatilgani yaqinda yaponiyalik bir tadqiqotchining ilib borgan tadqiqoti bo'lib, bu rasmda oldingi rasmdan alayda farqli yeri bu rasmda shu alayda kamera ishlatib, yana yuqori saviyali kamera ishlatib, dastlabda normaldagi kuzatish orqali kuzatgili bo'lmaydigan texmi kichik sho'lgay donchilarini kuzatgan. Hamda bu sho'lgay donchilarininki eng kichigi 0.1 mikrometr, ya'ni viruslar o'xshash cho'nglikda bo'lsa, eng cho'nglari 200 mikrometr, ya'ni dastlabki rasm deganigidek eng cho'nglari 200 mikrometr bo'ldi. Bunda sho'lgay tomchilari bek uzun musofaga borolmay, ig'izimizdan chiqqan aman eng yaqin atrofga tiki shaylarga qo'nishi mumkin. Lekin 0.1 mikrometr yoki 100 nanometr bo'lgan sho'lgay tomchilari havoda uzun muddat laylab turishi mumkin. Bu yaponlik bu tadqiqot ki asasen mushu tadqiqotdagi maqsadi mushu kichik sho'lgay donchilarniki biz paranglashgan vaqtida, gap qilgan vaqtimizda, o'talgan vaqtimizda ig'izimizdan chiqib, mushu havoda qanchalik uzun tura oladiganligini nihoyat yaxshi aks ettirib bergan. Bu şu yaponlik tadqiqotchining ilib borgan tadqiqotidan ilingan rasmlar. Bu ko'rayotganimizdek odam tush ko'rgan vaqtida uningdan chiqqan mushu sho'lgay tomchilarininki cho'ng kichikligi va uninki tarqash doirasi tövendagi rasmda ko'rayotgandek cho'ng sho'lgay donchilari uzun vaqt o'tmay lakinsa atrofga qo'ngan, lekin kichiklari havoda laylab qolgan.
Bumu şu yapıllıq tədqiqatçınınki elib bağan tədqiqat nəticəsi şu bir yığın zalidək bir öyünün içində adam paranlaşqan vaxtıda yoki tush ko'rgan vaxtıda yoki yo'talgan vaxtıda uningdan ig'izidan chiqqan şu cho'lga tomchilarninki qanchalik vaqt davom qildiganligini ko'rsatilgan ko'rayotganimizdek bu 20 minutdan keyinmi bu şölge dançılarının işideki en kichikleri mushu havada yana laylab qilib qolgan. Shunga buningdan nimani ko'rib olaymiz degan vaqtida mushu yuqumlanish ehtimoli bo'lgan odamlar agarda maska taqmagan vaqtida u mayli gap qilsin, mayli yo'talsin yoki mayli tushkursin, u odamninki atrofga virus taqtidiganligi, anandan keyin saq odamlarning o'zini qo'g'dishi uchun garchi bu qo'l yuvish, ya'ni atrofdagi jismlarni tutgandan keyin davomli qo'l yuvish nihoyatda muhim bo'lsa-mu, lekin u faqatla shu cho'ng sho'lgay donchilarni saqlanishga rol o'ynay oladiganligi, anandan keyin kichik sho'lgay donchilarninki havoda uzun laylab turdiganligi, uni qo'l yuvish bilan oldini og'il bo'lmaydiganligi, ya'ni shu yuqumlanish ehtimoli bo'lgan odam cho'qim maska taqash, anandan keyin atrofdagi o'zini qo'g'dirmoqchi bo'lgan odamlarmi shuningga tushliq muvofiq tadbir ilish bo'lib bak orliqni yetarlik musofada saqlash yoki bo'lmasa bu muhitda havo almashtirishga alohida ahamiyat berish orqali buning oldini ilishniki muhimligi alohida ta'kidlangan. Shunga mushu virus bilan yuqumlanish ehtimoli bo'lgan odamlar bilan uchrashgan vaqtida yolg'iz qo'l yuvishninki yetarli emasligi, ya'ni bu virusninki havodan laylab yurgan mushu viruslarni nafaslanish orqali bizninki yuqish ehtimalimizning nihoyat yuqorligini bak yaxshi mushu tadqiqot orqali bak yaxshi tasvirlab bergan. Bu rasm mushu maska ishlab chiqaradigan bir shirkatninki o'zininki tadqiqot natijasi ekan. Hamda buninki qanchalik rost, qanchalik ishonchlik, qanchalik ishonchsizligini faqatla mushu mustaqil tadqiqot guruhlarining tadqiqoti orqali isbotlash mumkin. Lekin men undaq bir sonliq ma'lumotni topolmaganligim uchun sizlar bilan mushu rasmni o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Hamda bu yerda mushu o'xshamagan turdagi maskalarniki mushu havodagi ushshaq moddalarni, ya'ni virus bakteriyalarni o'z ichiga olgan ushshaq narsalarni suzib qilish darajasi ko'rsatilgan bo'lib, eng yuqoridagi nothing degani hamda hech nima taqmagan vaqtida albatta hech nima suzib qolmaydi, ya'ni 0%. Ikkinchisi mushu raqtin ishlangan maska yoki qo'l yog'liqi degandagilar 28% suzib qolgan, shu ushshaq donchilarni 28% suzib qolgan, ya'ni shu raqtin to'qilgan ishlangan maska bo'lamdi yoki qo'l yog'liqi bo'lamdi, ashtaq narsalar 28% to'sib qolgan. Anandan keyin operatsiya maskasi taxminan 80% to'sib qolgan. Anandan keyin shu velosiped minilganda ishlatiladigan maska, ya'ni sol tarafdagisi ikkinchisi rasmdagi sol tarafdagi ikkinchi rasmdagisi bu shu velosiped taqqigan, velosiped degan vaqtda taqaydigan maska bo'lib, buningki ABCD deb 4 xil bo'layotgan. Ularning ichida shu A'si bilan B'siningki unumi eng yaxshi ekan, ya'ni 82%, anandan keyin 84% to'sib qopti. Endi velosipedigan C turdagi maska 55% to'sib qopti, anandan keyin D'mi 82%. Hamda eng yaxshisi nima degan vaqtida mushu nima
mushu dust respiratory A and B deydi. Mushu nafaslangich deyotgan buni mushu 3M şirketining ishlab chiqargan mushu N95'ten yuqori yoki N95'ga o'xshaydigan ashdagi maskalarniki bularniki to'sib qilish nisbati taxminan 96%dan 98-99% atrofida debdi. Buningki to'sib qoladigan shu ushshaq moddalarniki cho'ngligi asosan 0,1 mikrometr, ya'ni virus bilan cho'ngliqdagi bilan 100 mikrometr oraliqdagi narsalarni to'sib qilishda to'sib qilish nimasini o'lchash uchun ilib olgan bir tajriba ekan bu. Lekin bu shu tijoratni qiladigan shirkat bo'lganligi uchun buningki natijasi qanchalik unum ishonchlik men toza bilmadim, lekin kam deganda buningki foydalanish belgilik foydalanish qimmati bor deb sizlar bilan o'rtoqlashyapman. Bu rasmdimi ikki xil o'xshamagan N95 maskininki mushu ushshaq moddalarni suzib qilish darajasi tekshirilgan bo'lib, sol diksda 95%, ya'ni bu bir xil N95 maska ekan, buningki suzib qilish, shu ushshaq moddalarni suzib qilish darajasi 95% bo'lib, 5% ning ostidagisi o'tib ketgan. Bu yerdagi yuqoridagisi mushu nafaslanish kuchli bo'lgan vaqtida uning suzib qilish nisbati to'vallayotgan, chunki biz nafaslangan vaqtimizda kuchab ichimizga sho'rg'anligi uchun ba'zi ushshaq moddalar kirishi mumkin. Shunga uningki kirish nisbati, ya'ni suzib qilish nisbati sal to'van, o'tkazish nisbati sal yuqori ekan. Andan keyin normal nafaslangan vaqtimizda texmi ko'p narsalarni suzib qilib faqat 2% atrofida o'tab ketgan. Andan keyin o'ng tarafidagi yana boshqa bir xil markaliq N95 maska bo'lib, buningki mushu qattiq nafaslangan vaqtida, ya'ni kuchab nafaslangan vaqtidagi suzib qilish nisbati 90% atrofida bo'lib, 7% dak atrofidagi moddalarni bu maska suzib qolamagan, ya'ni o'tkazayotgan. Normal nafaslangan vaqtida 3% shu ushshaq moddalar maskadan o'tib ketgan. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida N95 maska degan maskami mushu virusni suzib qilishda, ya'ni 100% unumlik emas degan gap. Andan keyin bularni biz kuchab nafaslangan vaqtida, ig'ir harakat qilgan vaqtida, yugurgan vaqtida, velosiped mingan vaqtida biz ichimizga sho'rab nafasni kuchab sho'rganligimiz uchun ba'zi viruslarningki yana 5-6%, hatto ma'noda 7%, ba'zi maskalarda 7% virusningki kirib ketish ehtimoligi borligi ko'rsatilgan. Shunga bu yerda maska degan vaqtida biri qandaq maskaga qarash kerak, ikkinchisi qaysi holatda kerak. Chunki bizningki o'pkimizning ichi manfiy besim bo'lganligi uchun sirtdagi havoni sho'rab kirganligimiz uchun agar bu maskalarningki to'shikchilari yetarlik kichik bo'lmagan vaqtida uningdan kichik bo'lgan viruslarni biz kuchab nafaslangan vaqtida, ya'ni sho'rab badanimizga, o'pkimizga elib kirishimiz mumkin. Shu sababdimi Amerika va Yevropalarda saq odam maska taqash orqali o'zini alayda qo'g'day olishi notayin degan tashviqotni qilishdiki ma'lum bir sabab. Chunki biz yo'talgan vaqtimizda ig'izimizdan chiqqan sho'lgay donchilarni maska to'sab qolgan bilan, lekin biz nafaslangan vaqtimizda havoni ichimizga sho'rab kirgizganligimiz uchun agar maska layoqatli bo'lmay qolsa, maskaning teshiga qo'ngan viruslarni her bir nefeslengen vaqtimizda içimizge sho'rab kirgizishimiz mümkün. Chunki odam normalda 1 minutda taxminan 12 qitimdan
18 qitim nəfəslənidi. Əgər ağır hərəkət qılğan vaxtida onundan artıq nəfəslənidi. Yəni mundaq çıxqan vaxtida, ağır hərəkət qılğan vaxtida biz hər 3 sekundda təxminən 3 sekundda bir qitim nəfəslənimiz. O virus məsələn maskaның sırtına qonab qalğan təqdirdəmi hər bir 3 sekundda bir nəfəslənganımız üçün bir qitimda kirmisi, ikinci qitimda şorab kirgizish ehtimolimiz var. Çünki bu agarda bu maskaninki agar shu to'shikchilari shu nimadan kichik bo'lmagan vaqtida virusdan kichik bo'lmagan vaqtida u viruslarni garchi vaqtli to'sab qolgan bilan ya'ni biz kuchab nafaslanish orqali uni sho'rab o'pkimizga kirgizishimiz mumkin. Shunga bu o'xshamagan maskalarningki saq odamni qo'g'dashdagi roli alayda farqli bo'ladi. Shu maska demak cho'qim u virusni suzib qoldi deganlik bo'lmaydi. Men shuni alayda ta'kidlash uchun bu uchurlarni tordan tepib sizlar bilan o'rtoqlashyapman. Yuqumlang'uvchiga nisbatan har qandaq maska yuqumlang'uvchilarning boshqalarga atrofga virus tarqitishni belgilik darajada to'sib qilishi mumkin. Shunga yuqumlang'uvchilar cho'qim maska taqash kerak. Hozir bozorlarda layoqatlik, ya'ni yuqori sifatlik maskalar yetarlik bo'lmaganligi uchun nurg'un kishilar uylarida o'zlari maska yasab taqashga majbur bo'lyotidi. Endi bu yuqumlang'uvchilar shu o'zlari yasagan maskani taqqigan vaqtida garchi uningki roli shu layoqatlik maskalardek yuqori bo'lmasimi, lekin yanada belgilik roli bor. Chunki biz yuqorida deb o'tgandekidek shu odamninki bo'libmi bak yuqumlang'uvchilarninki ig'izdan chiqqan sho'lgay donchilari Onunki cho'ng kichikligiga alayda farqli bo'lganligi uchun layoqatlik maskalar shu ig'izdan chiqqan har xil cho'nglikdagi sho'lgay tomchilarining hammasini to'sib qola olsa, odatdagi maskalar kam deganda bir qismini to'sib qilishi mumkin. Shunga har qanday maskaninki belgilik roli bor deb qarashga bo'ladi. Bo'lib bak hozirgidek shu layoqatlik maskalar yetishmagan bozordan undaq maskalarni ilish imkon bo'lmagan ahvol ostida uyda maskalarni yasab taqashmi shu yuqumlang'uvchilarningki atrofdagi muhitga boshqalarga virus tarqitishni belgilik darajada tizginligili bo'ladi. Hamda Yevropa, Amerikalarda dastlabda yuqumlang'uvchilar bek ko'p bo'lmag'achqa shu tibbiy xodimlar yoki mutaxassislar yoki hukumat organlari shu saq odamlarningki maska taqishiningki alayda zaruriyat yo'q ekanligi, saq odamlar maska taqash orqali o'zini qo'g'day olmaydiganligini ta'kidlab kelgan bo'lsa, hozir bu virus butun dunyo miqyosida keng tarqab kimninki yuqumlangan, kimning yuqumlanmaganligini bilish qiyin. Ya'ni bu tekshirishninki tizligi yetarlik bo'lmaganligi uchun hamma odamni bir qur tekshirib yuqumlang'uvchi bilan yuqumlanmag'uvchilarni ayirib yuqumlang'uvchilarga maska taqash, yuqumlanmag'uvchilarga maska taqmasanglar bo'ladi deydigan bir imkoniyat bo'lmaganligi uchun mutlaq ko'p sondagi odamni yuqumlanish ehtimoli bor deb qarab ko'p imkoniyati borlarning hammasiga maska taqash tashabbus qilinyotidi. Bu shu yaqinda g'arbda maskaga bo'lgan pozitsiyaninki o'zgarishiga sabab bo'lgan bir omil, ya'ni biz har birimizningki shu virus bilan yuqumlanish ehtimoli bo'lganligi uchun atrofimizdagi insonlarga bo'lgan mas'uliyatimizni yuqori ko'tarish uchun cho'qim maska taqash zarur deb qarayman.
Chunki bizni tekshirib, o'zimizningki saqliqini bilmagan ahvol ostida yuqumlash ehtimolimiz bo'lishi mumkin. Anandan keyin biz gap qilgan vaqtida, yo'talgan vaqtida yoki tush ko'rgan vaqtida atrofiga, muhitga virus tarqitishimiz, atrofimizdagi insonlarga yuqtirib qo'yishimiz mumkin. Shunga bu mas'uliyat tuyg'usidan chiqish qilib aytgan vaqtidami imkoniyati borlarniki amal bor maska taqishi bek muhim o'ringa o'tdi. Hozirgi ahvol 1-2 oyninki oldiga o'xshamaganligi uchun, ya'ni yuqumlash ahvoli nihoyat keng bo'lganligi uchun insonlar maska taqash orqali yolg'iz o'zini qo'g'dash emas, eng muhimi boshqalarga mas'ul bo'lishningki bir qismi hisoblanadi. Saq odam virusdan saqlanish uchun maska taqiganda cho'qim layoqatli maskani to'g'ri taqash kerak, bo'lmasa o'zini qo'g'dash maqsadiga yetolmaydi. Men boshdan tortib leksiyalarimda ta'kidlab kelgandek, bu saq odam masalan o'zini qo'g'dash uchun maska taqmoqchi bo'lgan vaqtida, agar shu layoqatli maskani to'g'ri taqmagan vaqtida maska taqigandagi maqsadga yetish mumkin emas. Unda bo'lganda qanday qilgan vaqtida layoqatli maskani to'g'ri taqqigan bo'lamiz degan vaqtida birisi shu maska tanlagan vaqtida shu maskaninki shu to'shikchilari, ya'ni 3 kam deganda 3 qavat bo'lish kerak. Anandan keyin to'shikchilari shu cho'qim virusni to'sab qala oladigan kichiklikda bo'lish kerak. Anandan keyin burunning atroflarini nihoyatda yaxshi taqab ichidan mundaq bo'shliq qo'ymaslik kerak. Agarda shundaq bo'lgan vaqtida bu maskaninki to'shikchilari kichik, anandan keyin atrofi nihoyat ching taqalganligi uchun bu bundaq maska taqab ko'nmagan odamda dastlabda nafas ilish qiyinlashish ahvoli bo'lishi mumkin. Ya'ni nafas unchalik ravon bo'lmasligi mumkin. Shunda bo'lgancha bu insonlar rahatsizlik qilib, qo'li bilan maskasini davomli tutib, uyan-buyan qilib tangshimakchi bo'lishga urinadi. Buning o'zimi bir xil xatarlik bir omil. Chunki biz bu maskani taqqigan vaqtida bu maska bizni virusdan qo'g'didi degan gap, bu maska shu atrofdagi viruslarni suzib qoldi degan gap, o'ziga to'pladi degan gap. Biz qo'limiz bilan rahatsizlik his qilganlik tufaylidan qo'limiz bilan uyan-buyan mediriltib, anandan ko'zlarimizni tutib yo ashtaga qosh ko'zlarimni tutsak, bu vaqtida bu virus bilan yuqumlash ehtimoligi texmi cho'ng bo'ladi degan gap. Bu yolg'iz maska taqashninki maqsadiga yetolmay qolmasdan aksincha o'zimizni qo'limiz orqali bulg'ab yuqumlash ehtimolini yuqori ko'tarishimiz mumkin. Shunga dastlabda mayli Amerika olsun, mayli Yevropa davlatlari olsun, saq odam maska taqash orqali o'zini qo'g'dayamaslik mumkin deb tashabbus qilgan. Chunki nurg'unlagan odamlar bu xildagi operatsiya maskasi olamdi yoki N95 maskalarni taqab ko'nmaganligi uchun nafsi ravon bo'lmasligi, rahatsiz his qilishi, shu sababdan maskani o'zi rahat holatga tangshayman deb burniningki yerimini ichib qo'yishi yoki maskaning atrofi toza to'liq taqalmasligi mumkin. Anandan keyin yuqorida men deb o'tgandek qo'limiz bilan maskani qalaymaqon tutganligimiz uchun bu maskaga to'plashgan, maska suzib qolgan virus qo'limiz orqali yanala bizga yuqishi mumkin. Shunga bu saq odam o'zini qo'g'dash uchun maska taqqigan vaqtida cho'qim bularga alohida diqqat qilish kerak. Anandan keyin maskani, o'xshash maskani bak uzun taqashdan, qayta taqashdan saqlanish kerak. Anandan keyin maskani taqab almashtirmoqchi bo'lgan vaqtida cho'qim alohida diqqat qilish kerak. Ya'ni quloqqa bog'laydigan tarafida tutiblarkan, boshqa yerga tegmasdilarkan axlat sandig'iga tashlab qo'lni pokiz yuvishga to'g'ri keldi. Bu shu saq odamniki maska taqashida alohida diqqat qiladigan omillar. Agar biz buningga diqqat qilamisak, ya'ni maska taqdim deb
faqatla o'zimizni xush qilishimiz mumkin, lekin maska taqashdagi maqsadga yetolmasligimiz mumkin. Endi layoqatlik maska degan vaqtida men endi alayda bu maska cho'qim eng qimmati, eng nochisi bo'lish kerak deb qaramayman, lekin kam deganda bu layoqatlik maska da 3 qavat bo'lish kerak, 3 qavat bo'lish kerak. Anandan keyin bu 3 qavat mushu virusdek cho'nglikdagi narsalarninki mutlaq ko'p qismini to'sab qilish kerak. Ya'ni bu maska mushu 100 mikrometrdan cho'nglikdagi narsalarni to'sab qilish kerak, lekin oksigenni ravon o'tkazish kerak. Agarda bu maska mushu eng tövəndəki layoqatga yetmasa, u vaqtida bizni qo'g'dash maqsadga yetolmaydi degan gap. Shunga men bu yerda mushu o'zini qo'g'dash uchun maska taqamoqchi bo'lgan qarindoshlarga tavsiya qildiganim bak qimmat maskani ilishning hojati yo'q, lekin kam deganda maska rast maska bo'lish kerak, ya'ni eng kam deganda 3 qavat bo'lish kerak. Anandan keyin bu 3 qavatniki mushu 100 mikrometrdan cho'nglikdagi narsalarni to'sib qilish nisbati 90% dan ortiq bo'lish kerak. Anandan keyin taqqagan vaqtida men yuqorida deb o'tgandagidek mushu diqqat qiladigan ishlarga alayda diqqat qilish kerak. Bo'lmasa maska taqqanning ahamiyati faqatla o'zini o'zi xush qilish, ko'ngilni xotirjam qilish bo'ladi. Uningki amaliy ahamiyati bak cho'ng bo'lmaydi. Bugun mushu maska to'g'risidagi leksiyarimni mishada oxirlashtirman. Hammanglarningki ko'ngil qo'yib anglag'inglarga alayda rahmat. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.